Assalomu alaykum azizlarim. Bugun sizlarga mana shu mahallada ajoyib joyni sotyaptilar. Ya'ni bon tarafında o'zlari yashaydi ekan, qolgan 300 kvadrat metr joyni sotyaptilar. Bu joyimizni enini, bo'yini keladigan bo'lsak, birdan tutib bog' tarafinacha 23 metr chiqadi, eni tarafina 13 metr chiqadi. Hozir men sizlarga qolgan ichon tarafini obzorlarini ko'rsatib o'taman. Eshikdan kirgan yeri shuning dolan bo'ladi. Bon tarafina kelsak bir zal. Endi eski joy, lekin o'zlaringiz agar kurjak yetib sovut diklayman desangizlar, ajoyib rezultat beradi. Bon tarafidan bir xona bor. Endi ichlarini ko'rsatib o'tiraman, bardak bo'lib turibdi. Bon tarafina kuxnya bo'lgan, ko'cha tarafga qaragan aynasi. Bon tarafda esa o'zlari yashaydi ekan. Vonni sotmaydilar, shu tarafdan bonini sotajaklar. Dalondan zalga qarab kiradigan bo'lsak, shunda yana bitta katta zali bor. Tak, 1, 2, 3, 4, 3 xonasi, bir kuxnyasi, bir daloni bor. Bon tarafa yana hovliga, bog'ga chiqsangizlar bo'ladi. Yana. Azizlarim, bog'i Gukalamzor ajoyib joy. Agar o'xshatib ekin-dikin ataman desangizlar ham, zakoniy место kelaverasizlar. Xudo xolasa telefon nomerlarini qoldiraman. Ishida turgan silikat karush chiqib turgan joyacha, yeracha bo'lib shurdan aryamni berami bilinmaydi, o'zlaringiz kelishasizlar. Так что ashir silikat karush turgan yeracha 23 metr chiqadi, ko'chadan tutib banacha. Enina keladigan bo'lsak 13 metr. Xudo xolasa telefon nomerlarini qoldiraman, yaqinlaringizga jo'natib qo'yishga harakat etinglar. Podpiska bosib, obuna bo'lib qo'ying. 480 milliona joy xudo xolasa sizlarniki bo'lishi mumkin. Agar jiddiy olaman deb keladigan odam bo'lsa, qo'lida puli bilan ustunda senasini yana qaytib kelishib berasiz. Azizlarim, joyni dokumentidan problema bo'lmaydi. Xudo xolasa yana shu ko'rib turgan zdaniyalarimizni sotilajak. Zdaniyani kadastri bo'ladi bu. Dokumentlari tog'